Bomba lokatsiya, ya'ni vokzalda Orientir 48-maktab bo'lyapti. Polnotseniy 3 xonalik, ya'ni 90 kvadratga yaqin polnotseniy 3 xona kattagina hol bilan birgalikda sotilyapti. Narxi вообще bomba. 84 ming, yana ham savdosi bor. Biz hozir kuxnyadamiz. Bitta o'y texnikalar bilan jihozlangan, sizlarga zona ham qilingan. Kirib chiqish eshigidan boshlaymiz. Bu yerda kirib chiqish eshigi, mana bu yerda mebel qo'yib, televizor qo'yib, hovli o'tiradigan joy qilsaga, turxonlik uyga aylanib qoladi. Bu kattagina zal, konteyner qo'yilgan, bu yerda televizor bor. Kattagina bu zalimiz, bu yerda esa sanuzulimiz bo'lyapti. Sanuzulimiz salmishonni e'tibor bergan bo'lsangiz, nima ham bor, strani ham. Endi bolalar yotoqxonasiga keldik. Bu bolalar yotoqxonasi. Uyimiz shinamgina, deyarli hech kim yashamayapti. Akamni aytganlari bo'yicha 1 oy 2 oy turganlar shu bilan shu isda turibdi. Bu родительский spalnya. Xo'p. Aytganimdek, Orientir 48-maktab, novostroyka, 9 etajlik novostroykaning kirpichli novostroykaning 6-etajda lift zo'r ishlaydi. Vokzalda nimaga talab katta? Chunki gaz, svet, suv vokzalda begonada вообще o'chmaydi. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqamiz. Uyni kelib ko'ramiz va tezda olib qo'yadigan joyi. Bu video esa do'stlarga boshqa hech narsa chiqmasin.